Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, qadrli obunachilar. Bugungi sotuvga chiqqan kvartiramiz Urganch Vodnikda bo'ladi aziz yurtdoshlar. 4 qavatli beton korpusdan 3. etajında 2 xonalı kvartirani sotuvga chiqdi. Hadi izlani ko'rishingiz mumkin. Hadi izlani eshiklar bir qator obzor qilib, hozir ma'lumotlarni berishga harakat qilamiz. Sizdan birdan layik bo'lsin. Girib hozir xonadonimizni danıştirib chiqaman. Eshiklar köçe taraflı eshiklar, demir eshiklardan acayip sifatli. Yine 3 taraflama, 4 taraflama inneden demir eshiklar qo'yilgan ekan. Bismillah deb giramiz. 2 xonalı kvartiramiz. Yine aboydan chiqqan devorlari ko'rib tursa, xonadon vajdan aytaman, shu girgan yerda yine prixoshga qoldirib ketadilar ekan. Yine ish prixoshga. Yine meyda chuyda sal-pal ishi bor endi. Hali remont etib beraman desangizlar, lekin atak ahvoli sostoyini normalniy. Ishning girgan yerda yana proxoddan o'ngga qayralganingizdan keyin ish yerda sanuzel joylashgan bo'ladi. Tualeti, banyasi yine akkuratni tayyor turibdi yurtdoshlar. Vanna, tualet, ariston bor, hojatxonasi plastikdan chiqqan. Tayyor holatda ajoyib. Feyzli olib. Keyin o'ngga qarab yuradigan bo'lsak, yerda yana meyda-chuyda pattustilan qo'yish uchun yuqoridan men ham etajga yetib berganlar, girgan yerdan meni ishini va polka yetib berganlar. Vajani gizak qo'yaman desangizlar, endi domda akkuratni yo'q turaveradi yuqori. O'ngga qarab yurimiz, ishda o'ngga qarab yurgan yerda oshxona, kuxnya, bu yerda hamma o'ziga yetadi. Kuxonniy garnitur qoladi ekan qurib berdi. Posudamoyka bilan kuxonniy garniturni qoldirib ketamiz dedilar. Yine shuni akkurat niyatib beram oboydan chiqib turibdi. Aynalar yine qarab turibdi deshana. Hurmatli aziz yurtdoshlar, beton korpus 4 etajli, shuning 3. etajında 2 xonalı kvartira bo'ladi bu. Kuxnyani ham ko'rsatdik, oyoq telari pol qilingan. Biz davom etamiz. Şimdi izimize qaytgandan keyin bir de zal kısmı oladi. Yine zal. Zaldan meni svetlarni yoqib ko'rsatib beramiz. Zal ham keng, dalan hisobi korpusda endi zal 2 xona bordan keyin bir xonasi shu zal bo'ladi aziz yurtdoshlar. Bu ham boydan chiqqan patologlar meni gipsokartonla figura berib qo'ydilar. Normalni ajoyib sostoyaniyada. Shuni yine oboy qilingan. Televizor joyi. Televizordan makitadilar. Konditsionerdan tashab ketaman deb turibdilar. Shu narxning ichida narxi oxirinda bo'ladi. Yaxshilab eshitinglar. Oxirinda narxini yozamiz. Oboydan chiqqan ban taraf balkon qismi. Xohlasangizda перегородкani olib berasizdan bundan kuxnya bilan qo'shib bersangizda, bu ham bir katta kuxnya, katta bir o'tirib choy ichadigan joy bo'ladi. Ko'pchilik shunday qo'ydi. Xalamasangizda ishi durshunda yana meyda-chuydalarni qo'ysangiz ham bo'ladi, posudani qo'ysangiz ham bo'ladi balkon qismini. Отоплениyalar kelgan, kotellar ajoyib bo'lib turibdi. Bu ham plastikdan qilingan. Shuning tayyor holatda. Ko'rishingiz mumkin. Endi ikkinchi xonani tanishtiramiz. İkinci xona spalni. Spalni ishini joylashgan bo'ladi. Bu ham boydan chiqqan ekan. Mana patologlar ham yine shpaklovka urilib turibdi, ajoyib bo'lib. Oynalarni deshan tarafda registrlar gap turibdi. Oboy. Şimdi bir uyutli ajoyib 2 xonalı kvartira. Yine ko'rishingiz mumkin azizlar. İki xonalı kvartiramiz registrlar hamda tushib turibdi. Yine zal, spalni qismi, balkon bo'ladi. Ben taraf yine sanuzel, kuxnya. Ishondan girib kelish qismidan ko'rsatdik yine sizlarga aziz yurtdoshlar. Eshikdan yine girib kelaverishda o'ngda sanuzel, bani hojatxona, kuxnyasi, ben taraf balkon, zala giriladi. Kadastr hujjatlar joyida.
Acayip. Pryamoy Natalistan adına öteden hiçbir muamması yok. Kaladan mesele Prixoshyan kalad dediler. Kondisyonerine taşıp gitemiz dediler ki kuxunni garnitür kichkina yine. Ondan koyup gitemen dediler. İndi hemmege baha kızık. Narxını aytadan bolsak 280 milyon da bu aytalıp turuptu. Xudo xolasa gelişiler de on. İkilemchi kreditem çıkadı eken. Xolasa ikilemchi kreditem beradan beremiz ettirdiler. 280 milyon so'm naqd ikilemchi. Barter obmen yok. Ez yurttaşlar. Sizlere bir göstermoqchi bo'laman. Uyutni kvartiramiz shundan iborat edi. Zudlik bilan sotiladi ez yurttaşlar. Shunga e'tibor beringlar. Telefon nomerlarini yozib qoldiramiz. Telefon aytaverasiz. Xudo xolasa egasi bilan kelib görüştirib, savdolashib olib berishga harakat qilamiz. Sizlar ham uyingizni tezroq sotishni istasangiz aloqaga chiqaveringlar. Telefon nomerlarimiz yozilgan. Bizlar bilan uyingizni tez va oson sotasiz. Xudo xolasa sizlarga chiroyli uylarni ko'rsatib borishga harakat qilamiz. Videorolikimizga bir dona like bosib qo'ying. Kanalimizga podpisatsiya bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmang yurtdoshlar. E'tiborlaringiz uchun rahmat.